autizm bilan aqli zaiflik o'zi bitta narsami? Yoki autist bo'lgan bola keyinchalik aqli zaif bo'lib qoladimi? Yoki aqli zaif bola keyinchalik autist bo'lib qoladimi? Autizm bilan aqli zaiflikni turlari mutlaqo bir-biridan tubdan farq qiladi. Aqli zaiflik bosh miyadagi turg'un buzilish va aqli zaiflikda intellektual daraja chegaralangan holatda bo'ladi. Ya'ni intellekt hech qachon ko'tarilmaydi. Ularga akademik ko'nikmalar bersangiz ham, rang, raqam, o'qish, yozishni o'rgatsangiz ham, eng zo'r mutaxassislar, eng zo'r repetitorlar bilan o'rgatsangiz ham, ularning intellekti ma'lum bir miqdorgacha javob beradi. Undan uyog'iga o'tmaydi. Autizm esa unday emas. Autizmda bilasiz, autizm spektri bo'lgan bolajonlarimizda intellekt darajasi cheklanmagan. Hammasi bir-biridan to'g'ri, tubdan farq qiladi. Qaysidir autizm diagnozidagi bolalarimizning intellektual holati, ya'ni ijtimoiylashishlari cheklangan bo'ladi, qaysidir bolalarniki esa yo'q. Aynan aqli zaiflikda esa cheklangan bo'ladi. Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarda kommunikatsiyada va ijtimoiylashishda, sotsializatsiyadagi kuchli muammolar bo'ladi. Ya'ni ijtimoiylashish yo'q. Insonlarni qabul qilish, yangilikni qabul qilish, yangi o'zgarishlarni qabul qilish va insonlarni kuzatib turib, ularni tajribasini olib o'zini tanasida qo'llash yo'q. Aqli zaiflikda esa unday emas. Aqli zaiflikda общение juda ham kuchli bo'ladi. Sababsiz kulishlar, muloqotning uzoq vaqt davomiyligi bo'ladi va ularda odamlarga tez kirishish, boshqa bir odamlarga yopishish kuchli bo'ladi. Spektri buzilishi bo'lgan autizm diagnozidagi bolani ranglarni o'rgatish uzoqroq vaqt bo'lsa ham, bu bilimlar unda butun umrga qoladigan bilimlar bo'ladi va ular hech qachon adashib ketmaydi. Aqli zaiflik bilan autizmni bir-biridan ajratishni mutaxassislar juda ham yaxshilab o'rganish kerak. Chunki hozirgi kunda diagnozlar chalkash turda bo'lyapti. Hattoki autizm diagnozidagi bolaga aqli zaiflikni berishyapti, aqli zaifligi bo'lgan bolalarga esa autizm spektri buzilishi bo'lgan holatni berishyapti. Shuning uchun aziz ota-onalar, mutaxassisni eng zo'riga borishingizni tavsiya qilaman. Farzandingizga to'g'ri diagnostikani olib boradigan mutaxassislarni yaxshilab tekshiring, o'rganing, ularning bilim darajasini kuzating.